Kechki 8 Belarusiyadamiz. O'rmonlarning ichida o'sha firmalarni ko'rib yuribmiz. Chorvador tadbirkorlar bilan kimlarning ishi bitdi? Odamlarga aytaylik, qanaqa jarayon ketyapti? Kim qanaqa qiziqish uyg'otyapti? Kimda nima yangiliklar? Aka sizdan boshlaylik, yoshlardan. Yaxshi qiziqish, xudo xolasa ishlaymiz. Siz oldingiz, bo'ldi, ha? Oldik. Sherik bilan oldingiz siz, ha? Nechta molga qachon boshla olasiz? Xudo xolasa hisobimiz bo'yicha eng kam, eng ozi bilan 150-200 ta bilan boshlaymiz. Ko'rgan joyimizda hozircha yem sotuvali boshlab turamiz. Keyingi yildan xudo xolasa yer ham berar ekan, tartiblar. Demak 200 ta bilan sizniki boshlandi. Bu yoqdagi bitdi. Aka keling, yana kim edi? Olganlar. Siz bo'ldi, sizniki. Qo'y boqishni qilyapman. Fermani ko'rdim, yoqdi. 2000 ta qo'y kiradi. Xudo xolasa boshlaymiz ishni. Yerlar kirikda savollar berdik. Shularni Ish boshlanganda nechta qo'y ola olasiz? 2000 ta. 2000 ta birdaniga. Qo'y. Zo'r-ku. Yana kim edi? Aka? Bittaman, bittasi. Siz butun boshli hammasini oldingiz, kattasini. Kattani oldilar. Bu endi agar ko'ramiz, agar Buni ham olib qo'yaraman deyapsiz. sherik bo'laversa yordam beraveramiz. Buni ham. Siz bittada nechta mol bilan kirib kelasiz? Ko'raylik yana ikkita joylarni, xudo xolasa nasib qilgan yana olamiz. Qulayliklari to'g'ri kelyaptimi? Qulayliklari O'zlaringni ayting, men endi maqtavermayman bunaqa qilib. Bizlar shartlar ko'nsa. Shartlarimiz nima edi? Bizlar shartlar o'sha bu top chiqib O'zbekistonni o'z go'sht bilan ta'minlash. Unga masalan hamma o'sha uchun kelgan o'zi bittada masalan sразу olib ketib sotishga bular ham ko'nmaydi. Shunaqa tartib aytilganki, ruxsat olib beramiz, faqat shu molni shu yerda katta qilsang yoki shu yerda tug'dirilgan molni shu kelishuv bo'lyapti. Shu yerda katta qilgan, tug'dirgan molingni bo'ldi olib ketaver. O'sha mobaynida shu yerdan masalan ishchi ishlatiladi, balkim yem shu yerdan sotib olinadi. O'sha qanchadir 6 oy, 1 yil vaqt o'tadi, undan keyin olib ketaver deyapti. O'sha etap ulanib olsa, birin-ketinlik bilan bir boshdan ketaveradi. Shu yerda katta qilib, misol boqib, O'zbekiston tayyor holda olib ketish kerak, imkoni boricha. Chunki bizda boqish qiyin-da molni. Shuning uchun ham narx-navo qimmat. Ham narxi bu yoqda boqib katta qilib olib, u yoqqa toshishimiz azoy uchun misol davlat tomonidan subsidiya ham beryapti toshishga. O'shani ham hisobi ham. Yer imkoniyati bitta molga deyapti. 2 gektardan mol yer beriladi deyapti. Ancha katta narsa-da bu. U ham katta. 60 sotik, 65 sotik beradi. Nasl bunaqa katta molga. Katta mol. 30 sotik. Demak 100 ta mol olsa 200 gektar yeringiz bor. 200 gektar yerga qancha nalog ekan? 100 gektarga 200 dollar. Nalog yo'q, 3 yilgacha. 3 yilgacha nalog yo'q. Shunchaki faqat foydalanish kerak, tamom. Qilishimiz kerak. 20 ming bo'ladi. Hurmatli tadbirkorlar. Yo 100 gektariga 200 dollar. 100 gektar. Ha, 100 gektarlarga 200 dollar. 3 yil ligotasi bilan. 3 yildan keyin u. Ungacha siz o'zi joylashib, egador bo'lib qilib olasiz. Yo'q, undan keyin ekan. Hozir mana joyda o'zi kimga qiziq bo'lyapti? Kimlar qiziqyapti? Mana. Mana shu yerda o'zi oxirgi lokatsiyamiz, bugun 5-joyga keldik. Buni ham Hozirasi ham bor ekan. Balg'am boqsa ham bo'ladi. o'zi ham bo'ladi. Mana o'tlari ham tayyor ekan, kelganiga sразу berib Yo'qda yuborgan. faqatgina yer masalasini hal qilsak bo'ldi. Yana kelishamiz, xudo xolasa yana bitta muammoni hal qilsangiz agar 4 kundan keyin kelishamiz yana boshqa joyga. U alohida VIP gaplashamiz aka. Alohida qilamiz. Hammani omadini bersin. Mana 30 ta chorvador shuncha ishni bitirib ketyapmiz va bizni ham yo'nalishimiz shuki, mana 30 tadan bitirsin. Orqamizdan yana 3000 tasi kelsin. Qilsin, imkoniyat borda mol boqish oson va arzon. Shu imkoniyatdan foydalanish kerak. Agar shuni tezroq biz izlanmasak, tezroq qilmasak, hademay hash-pash deganda go'sht narxi bizda 20 dollarga chiqib boradi. Shuni oldini olish uchun hamma Borganimizdan keyin buni har bittamizdan bir kamida 50 ta 60 ta odam so'raydi. Nimaga ekan, qanaqa ekan, ish jarayoni qanaqa ekan. Bizdan keyin keladigan pokoleniya uchun bu yaxshi aloq bo'ldi. Fundament bo'ladi. tajriba bo'ldi. Ertaga demak ishi bitganlar bo'ldi, firmasini ochadi, firmasini tozalaydi. Bundan keyingi etapiga men yana bir e'lon beraman. Bu joylarda ishlatgani bizdan ish kuch kerak bo'ladi. O'zimizdan olib kelamiz, hammaga. Uni ham bitta e'lon qilib beraman. Keladi ishchilar, oila bo'lib ko'chib keladi. Sharoit qilib berasizlar. O'zimizga kirsin. Ha? Yugarga ketmasin, pul O'zbekistonga kirsin. Pul o'zimizkilarda har bitta siz masalan hech bo'lmasa 30 ta odam ishlatishingiz kerak. Eng kamida. Shuna bo'ladi, shuncha odamga ishlik bo'ladi. Joylari toza havo, yam-yashil, yappa-yashil joylarda yurib ishlayotgansiz. Ketdik. Hammani omadi bersin.